Hürmetlik vatandaş leksiyamızın devamı bugünkü islaha 2020 yıl 10. ayının 20. günü yaptığı seyşembe vatandaş. Yukarı leksiyamızın devamı. Bu cemii 5 bet ve 5 varak 10 bet bulup çıktı vatandaş. Bulanı silah yetkizişimiz gerek. Görüşünler gerek. Başka til bildiğinle İngilizce ve başka til bildiğinle başka yoldan bileleyseler. Yani İngilizce ile Xitay tili bilmeydiğin Uygur vatandaşları bunu yetkizip haberdar kılışımız gerek. Hazır yani 5. leksiya hürmetlik vatandaş. Bilip elinğanı ahvallardan qarğanda dairler bu balalarını Xitay medeniyet muhitede terbiyelemek. New York vaqt gezdi bu yılın 5'ida Yakanayas'tan haber tarqitib bunda ko'rsatdi. Bu şehir türkümlab Uyg'urlar nazarband qilinganlikdan xaroblashishga boshlagan. Bu gazetning muxbiri monolarni bayqadi. To'pi ihtirash mashinasi burayın uy imoratlarini chiqib, yangi qurilishga yo'l ochdi. Xabarda Adrian Zennez'den o'tgan yil yo'llagan dokladini naql keltirilib, mundaq ko'rsatildi. 2018 yil yakın ayında 600 kentler aynı hükümet statistikasida ko'rsatilishicha 3000'dan ortiq balog'atga yetgan yoshlarning ichida 6dan bir qismi hukumat tarafidan nazarband qilingan. Balalarını yetip kopup okuyduğun mekteplerge orunlaştırış Janubi Şinjan'da. Janubi Uyguristan'da umumiyüzlük elip verildi. Adrian Zennez bunda ko'rsat. Ötken yili qo'lga keltirilgan minglagan hujjatlar oshkorildi ki Şinjan Xotan viloyatida Uyg'uristonning Xotan viloyatida balalar yetip kopup okuyduğun ahvol yakan ayisi bilan o'xshash. Men mundaq ahvolning Janubi Şinjan'da yani Janubi Uyg'uristonda umumlashganligiga ishonaman deydi Adrian Zennez. Jungoda diniy e'tiqod va kishilik huquq erkinlik ko'ngil biladigan Zimiston jurnalining to'g'ri betida Uyg'uristonning ahvolini biladigan kishilarning so'zlaridan naql keltirilib, Adrian Zennezning dokladida bayqaganlarini dalilladi. Xabarda Urumchida turishliq bir nafar Uyg'ur qizi inobatning so'zlaridan naql keltirilib, mundaq ko'rsatdi. Men bir Xanzu boshlig'iga yordamlashib, Xotan shahridan ancha uzoq bo'lmagan bir yezi kentga yetib keldim. 3 haftalik qo'shmoq tuqqan bo'lish xizmetini ishladik. Mushu yillarda Jungo hukumati mutlaq ko'pchilik Xitoylardan 1 milliondan ortiq kadrni tashkillab, yezi qishloqda Uyg'ur oilalarga avatdi. Ya'ni qo'shmoq tuqqan bo'lishga avatdi. Bu orqali Uyg'urlarni tarbiyaladi va nazorat qildi. Inobat bundaq ko'rsatdi. Shu chaqda men faqat yashanganlarning balalarga qaravatqanligini ko'rdim. U yerda paravollik o'rni bor ekan. Ota-onasi akilib bergan egi chaqsiz balalarga g'amxo'rlik qiladi ekan. Ular yana ikkinchi paravollik o'rnini qurmoqchi bo'lib o'tibdi. Bu yerdagi paravollikni qo'sh tirnoqning ichiga kelib tushuning vatandosh. Bilib elingan ba'zi delillarda ota-onalarning birisi bo'lib, yoki yana birisi yo'q, yoki urug' tuqqanlarimi bu balalarni beqib almoqchi bo'lsa-mu, lekin doirlar bu balalarni yanala urug' tuqqanlaridan va ota-onasidan ayirib etdi. Bu ish to'g'risida savol qo'yilganda Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan o'tgan hafta muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning savoliga javob qaytirib, balki dokladning avtori Adrian Zennezning shaxsiyatiga hujum qilib, bundaq dedi. Bir nafar sesiq nomi por ketgan Amerika hukumatiga yollanib ishlaydigan
Cungo'ya karşı konu ovçu. Yani Cungo'ya karşı konu atarmen dep atagan idi. Demek Adrian Zenizli Cungo'ya karşı konu ovçu yaki Cungo'ya karşı konu atarmen dep atadı. Cungo Tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Javlijon. Leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandosh.